Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga Isuzu NQ90L ya'ni uzun saralkali MPV modelni namoyish etib o'tib ketamiz. Ushbu avtomobilimiz hozirda bizning avtosalonimizda sotuvda mavjud. Avtomobilimiz ko'rib turganingizda yangi 2025-yil ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizning tent qismi bu bemalol olinadi. Karkaslarni olib turib buni barto'y qilib ishlatsanglar ham bo'ladi bemalol. Avtomobilimizning baki 140 tali. Bu bak polniy zapravkasi bilan 650 kilometr harakatlana oladi. Avtomobilimiz 100 kilometrga 16 litrdan tortib yukiga qarab 20 litrgacha rasxod qiladi. Avtomobilimiz 155 ot kuchli turbinali injektor dvigatel bilan jihozlangan. Bu turbinali injektor dvigatelimizga bemalol 4-pokoleniya gaz uстановка qilsanglar bo'ladi. Gulistonda bugungi kunda aktual narxi gaz uстановкасini $2700 atrofida tashkil etyapti. Ko'rib turganingizda salonimizning ichi mana karkaslari bemalol olinadi. Buni barto'y qilib yokida platforma qilib ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Buni gabaritli yuklarga bemalol mos keladigan varianti. Avtomobilimizning tormozning tizimi воздушный bo'ladi. Kompressorlari ham yonida joylashgan. Avtomobilimizning bugungi kundagi aktual narxi 620 million so'mni tashkil etadi. Buni bemalol naqd to'lab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Pul ko'chirish yo'li bilan yokida avtokredit qilib ham olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Boshlanishi 25% to'lov bilan. 5 yilga oladigan bo'lsanglar 25,5% dan, agar 3 yilga oladigan bo'lsanglar 22% dan qilib hisoblab chiqarib beramiz. Avtomobilimizni bemalol to'lovini qilib bir kun ichida olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. O'sha raqamlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Ma'lumot beramiz. Bu va boshqa modellar haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Xayr, sog' bo'linglar.